Assalomu alaykum. Anjondamiz, Ulpat ko'chada, Olmazorda. Ukamizni sut qatiq ishlab chiqaradigan ukamiz, sexlari bor, mini sex. Dilshodbek degan ukamiz. Jaydari qatiqning egasi bo'ladi. Ukajonimiz qatiqlari Tavsiya qilasizmi aka? Tavsiya qilaman. %100 tavsiya qilaman. Rasazol. Xo'p, bu yerga bo'lgan ishlar 200 amperlik NM avtomatidan foydalandik. Avr oldik, avr yupaverdik. 250 lik qo'ydik. Sababi kilovat katta. Amperaj katta bo'ladi. Ana shuning uchun endi ma'da tokali 3 o'chik qo'ydik. 3 o'chik. Bu yoqlar mana perikulchatorlar niskiylarga. Xo'p, CNC avtomatlardan foydalandik. Hamma CNC avtomatlari bo'ldi. Bitta manovi Delexi bo'ldi. Sababi bozor beki bo'lib qoldi, topa olmay qoldik. Hamma dam olish. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlari bo'layotgan ishlar. Bugun 3 kunga, xudo xolasa 3. Birinchi kuni, ikkinchi kunlari topa olmadik. Endi 80 metrda bir ukamizdan oldik. Xudo xolasa ashi bola qilib berdi shuni. CNC yo'q ekan, iloji yo'q, shuni oldik. Delexi. Endi bu yerda bo'lgan ishlar mana tepalari, kabellari metal rukav gofrada o'tyapti hammasi. Kabellar metal rukav gofrada o'tkazdik. Mashinlar bu yerlar yopilib ketadi oldi. Bazalt bo'lib yopiladi, bazalt. Bazaltda yopiladi. Sex mana shu seximiz. Seximiz mana qozonlar qo'yilyapti. Bunda sut qaynaydi. Qaysi bir bittasida yana boshqa narsalar. Endi mahsulotlari chiqadigan sex, mini sex, lekin kengaytiraman deyapti. Mana shu tomonga polni sexni kengaytirib kattaytiraman aka deyapti. Shuning uchun mana shu yerga, shu yerga mana shu shipni o'rnatib berdik. Xudo xolasa xizmat qiladi deb turibmiz. Endi mononga avirga orqa tomonga bitta transformator qo'yib, transformatordan mashinaga podключение qiladi. Uni uchochiga alohida bo'ladi. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Chiqarasizlar. Nomerlarimiz bor, profillarimizda. Rahmat.